Ikki afsonaviy bokschi Floyd Mayweather va Manny Pacquiao o'rtasida revansh jangi bo'ladi. Bu haqda insider Mike Oppinger ma'lum qildi. Uning aytishicha, Mayweather va Pacquiao jangi 2026-yilda tashkil etiladi va Netflix platformasi tomonidan jonli tarzda efirda namoyish etiladi. Jang katta ehtimol bilan ko'rgazmali tarzda maxsus qoidalar asosida kechadi. Aytgancha, Mayweather 2026-yilda Mike Tyson bilan ham xuddi shunday jang o'tkazishi reja qilingan. Qayd etish kerak, Floyd va Manny o'rtasidagi ilk jang 2015-yilda o'tkazilgan. O'shanda jang to'liq davom etib, Mayweather filippinlik bokschini faqat ochkolar hisobida mag'lub etgandi. Jang qator rekordlarni ham zabt etgandi, xususan biletlar sotuvidan tushgan mablag' 72 million dollarni. Tashkilotchilarning jangdan umumiy foydasi esa 600 million dollarni tashkil etgan. Jang uchun jami 4,5 millionta jonli translyatsiya obunasi sotilgan.